Nil bo'yida, Giza shahri yaqinida 3 firavn, Fu, Xafra va Menkuralar uchun mashhur piramida qurilgan. Bu eng katta piramida Fu. Yunonlar uni Xeops deb ham ataganlar. U miloddan avvalgi 2460-yilda qurilgan. Piramidaning balandligi 147 metr. Piramida bosh me'mori firavn, Funing amakisi Imiyuni bo'lgan. Piramida uchun har biri 2 tonnadan ortiq bo'lgan 2,5 million tosh bloklar ishlatilgan. Bu ulkan piramida qurilishiga mohir ustalar va oddiy aholi jalb etilgan. Toshlar piramida yonidagi karyerdan olingan. Tosh qirquvchilardan tashqari karyerda yozuvchilar ham ishlagan. Qaynayotganda toshlarni chalkashtirib yubormasliklari uchun har biriga maxsus belgilar qo'yilgan. Har kuni minglab tonna toshlar tayyorlangan va qurilish joyiga ko'tarma yo'llar orqali olib borilgan. Tosh bloklar yog'ochdan yasalgan maxsus zinchlarga qo'yilib, arqonlar bilan yuqoriga sudralgan. Yog'och ko'tarma yo'lda yaxshi sirpanishi uchun zinch tagiga doimo suv sepib borilgan. Qurilish joyida toshlarga yana ishlov berilgan. Qo'lda 2 million toshga ishlov berish juda mushkul va ko'p vaqt talab etiladigan yumush. Piramida quruvchilari buni qanday uddalashganligi uzoq vaqt mavhum edi. Bu sir kaliti piramidaning janubida 9 metr balandlikdagi o'yilgan joyda ma'lum bo'ladi. 19-asrda bir tadqiqotchi devor ichini ko'rish maqsadida dinamit bilan portlatadi. Ma'lum bo'lishicha, tashqi devor har xil shakldagi va o'lchamdagi bloklardan bunyod etilgan. Demak, quruvchilar shu yo'l bilan qurilishni tezlashtirganlar. Piramida qurilishi uchun Gizaga 750 kilometr uzoqlikdan va Suana rudasidan har biri 50 tonna bo'lgan 9 ta marmar tosh olib kelinadi. Ular firavn tobuti qo'yiladigan kamera shifti vazifasini bajarishi lozim bo'lgan. Marmar toshni qurilish joyiga olib borish uchun 200 kishi kerak bo'lgan. Piramida bo'y cho'zgani sari oddiy ko'tarma yo'llar orqali toshlarni joyiga olib chiqishning imkoni bo'lmaydi. Endi zigzag ko'rinishdagi ko'tarma yo'l quriladi. Yo'l piramidaning zinalariga biriktirilgan. Eng mohir ustalar piramidaning oxirgi toshini qo'yadilar. Bu tosh o'ta mohirlik bilan pardozlangan. Shuncha yillar davomidagi og'ir mehnat shu tosh qo'yilishiga bag'ishlangan edi. Oxirgi tosh qo'yilgandan keyin ko'tarma yo'llar buziladi. Piramida yarqirab turish uchun bloklar pardozlanadi. U paytdagi piramida ko'rinishini hozirgisi bilan taqqoslab bo'lmaydi.
bitgan piramidani, ya'ni o'z maqbarasini ko'rish uchun Fu keladi. Piramida etagida 3 ta kichik piramida Fu xotinlari uchun bunyod etilgan. Sharqqa Nil bo'yiga tosh yo'l tortilgan. Bu yerga Firavn vafotidan keyin uning jasadini olib kelishadi. Bu miloddan avvalgi 2457-yilning bahorida ro'y beradi. Qadimgi marosim udumiga ko'ra, Firavn jasadi solingan tobutni avval quyi kameraga, keyin yuqori kameraga, marosim oxirida esa eng yuqoriga 3-kameraga olib kelish lozim edi. Uni piramida ichidagi tunnel bo'ylab olib borishadi. Va nihoyat tobutni yuqori kameraga, Firavn kamerasiga olib kelishadi. Ulkan marmar bilan yopilgan kamerada jasadni sarkofagga joylaydilar. Buyuk piramida o'z vazifasini bajarishga kirishadi.